Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun men sizlarga shir va suv qalasi degan masalani o'qib beray. İçirqab ketgan bir shir o'tloqda o'tlayotgan 3 suv qalasini ko'rib qoldi. Bu tayyor o'ljadan xo'shallangan shir jiddiy hujumga o'tdi. O'ylamagan yerdan bu 3 suv qalasi birleşip shirga qarshilik ko'rsatdi. Shir har xil amallarni ishga silib, suv qalalarini olja ilishga shuncha kuchigan bo'lsa-mu, suv qalalarining bo'shashmay birlikda qarshilik ko'rsatishi bilan hujumlari natijasiz oxirlashdi. Ümidsizlangan shir oxiri bir amal topdi. Yani bu 3 suv qalasının arasına fitne egva taqıtıp ularning ittifoqligini buzdi. Daim o'zaro yordamda bo'lib, inoq o'tirgan suv qalalari amdilikda bir-biriga dushmanlik bo'lib, petishmay yolg'iz o'tlaydigan bo'lib qoldi. Fursatni g'animat bilgan shir ancha kuchimayla ularni birdan oljaga elib, necha kun yetib yeydigan g'izosini hazırladı. Qandaq kichik do'stlar? Bu masalani anglab nimani o'yladinglar? Mening esimga bir qo'shiq kelib qoldi. Sizlarga deb beray. 1 2 3 İttifaqlik kuch, çeylep yanchimiz, düşman kelsa duch. Undaqda bugun mishani qo'shish ayli. Xayr xo'sh.